odamlar nimalar ham o'ylab topishmaydi-ya. Kim deb o'zi mana shu narsalar hozir bor bilasanmi? Kim? Nikola Tesla deb. Va o'zi internet, smartfonlar, uyimizdagi barcha texnika, chiroq ham. O, qanaqasiga? U elektroenergiyani uzoq masofaga uzatishni o'ylab topgan. Nima qilibdi? Undan oldin bo'lmaganmi elektroenergiya? Nima qilibdi? Tesla'dan oldin elektroenergiyani faqat qisqa masofaga uzata olishgan va har bir mahallada elektrostansiyani qo'yishga majbur bo'lishgan. Natijada tok qimmat bo'lgan. Tesla'dan keyin esa u arzonlashdi. Ammo nima bu texnikani paydo bo'lishiga nima aloqasi bor uni? Qara, barcha texnikamizni o'ylab topib, keyin katta miqdorda ishlab chiqarish uchun, internet ishlab turishi uchun, sun'iy intellekt ishlab turishi uchun, o'zi mana bu chiroq yonib turishi uchun har bir uyda juda katta miqdorda arzon elektroenergiya kerak-da. Ha, demak Tesla'ning ixtirosi elektroenergiyani arzonlashtirib berdi va uzoq joylargacha yetib boradigan qilib berdi-da uni. Aynan. Va mana bunaqa narsalarning paydo bo'lishiga sharoit yaratib beribdi-da. Va u hattoki yerni istalgan joydan, havodan elektroenergiyani chiqarib beradigan loyihani ustidan ishlagan. O'xshaganmi? Buni Texnoplov YouTube kanalidagi yangi Nikola Tesla haqidagi videoda bilib olasan. Shumi?